O'zbekiston Fransiya o'rtasidagi munosabatlar bu qadimdan desak adashmagan bo'lamiz. Chunki bevosita Fransiya har doim Markaziy Osiyoni markazida bo'lgan O'zbekistonga har doim o'zining qiziqishini bildirib kelgan. Bu tarixda hatto 1252-yillarda Lyudovik IX topshirig'i bilan Gilyom de Rubrikni Markaziy Osiyoga hamda Mo'g'ulistonga elchi qilib jo'natadi-da, o'shanda aynan mana shu Turkiston sivilizatsiyani markazi bo'lgan hozirgi O'zbekiston to'g'risida yozib o'tgan bo'ladi. Shundan beri har doim qiziqtirib kelgan. 1992-yildan diplomatik aloqalar o'rnatilgan bo'lsa-da, oxirgi yillarga kelib bu yangi bosqichga o'tdi desak bo'ladi-da. Yurtboshimizning 2018-yilda, 2022-yillardagi tashrifi Fransiyaga yoki Fransiya rahbarining Emmanuel Macronning 2023-yilda noyabrda Samarqandga bo'lgan tashriflari natijasida o'zaro ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yana ham bir boshqacha tus ko'rinish oldi. Bunda hamkorliklar juda ham kuchaydi. Bu nafaqat aytaylik iqtisodiyot, balki o'sha san'at bo'lsin, siyosat bo'lsin, iqtisodiyotning hamma ko'rinishlari bo'lsin, bu tibbiyot bo'lsin, bu farmatsevtika, bu muzey, bu turizm bo'lsin, hamma sohasida juda katta bir o'zgarishlarga ega bo'ldi. Chunki ayta olamiz, 2018-yili yurtboshimizning tashrifidan keyin 10 ta hujjat imzolangan bo'lsa, 2022-yilga kelib mana shu hujjatlar 14 ta bo'lgan. O'zaro hamkorlik hujjatlari 56 tadan ko'p shartnomalar tuzilgan. Bularning natijasida mana bevosita biz bemalol ayta olamiz, agar 2021-yilda o'zaro savdo munosabatlari 280 million, 250 million atrofida bo'ladigan bo'lsa, bu 2024-yilga kelib 1,1 milliard dollarga yetyapti savdo aloqalari. Bu oxirgi 4 yil ichida 5 barobar ko'paydi degani. Endilikda mana kuni kecha bo'lgan o'sha tarixiy tashrif natijasida amalga oshirilayotgan ishlar, bevosita strategik hamkorlikni deklaratsiyasini qabul qilinganligi bu o'zaro hamkorlikning yangi bosqichiga ko'tarildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Negaki biz unda oldinga qo'yilgan loyihalarda 6,5 milliard yevrolik loyihalar ko'zda tutilyapti. Umuman olganda o'zaro hamkorlik natijasida 12 milliardlik o'sha loyihalar ko'zda tutilyapti. Oldingi tashriflari bilan nimasi bilan farq qildi bu safargi tashrifi deydigan bo'lsak, birinchidan O'zbekiston har tomonlama ishonchga kirgan davlat. Markaziy Osiyoning sivilizatsiyasini markazi bo'lgan bir davlat sifatida bu safargi tashrifida aynan xususiy kompaniyaning rahbarlari ham ishtirok etdi-da. Bu o'zaro o'sha bevosita ikkita davlat o'rtasidagi hamkorlikni yana ham yo'lga qo'yishga, Fransiyaning ishbilarmon doiralari vakillari bilan O'zbekistonni o'sha ishbilarmonlari o'rtasidagi munosabatlarni ham yaxshilashga qaratilgan bir tashrif bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Endilikda bevosita Fransiya bilan O'zbekistonni orasidagi munosabat bundan buyoniga ham o'zaro faqat ikkita davlatning manfaati emas, balki Yevropa ittifoqi bilan Markaziy Osiyoning o'rtasidagi bevosita integratsiya va iqtisodiy munosabatlarni mustahkamlashiga ham juda katta bir rol o'ynaydigan bir tashrif bo'ldi desam adashmagan bo'laman. 2022-23-yilda Fransiyaning Louvre muzeyida O'zbekiston ko'rgazmalari tashkil qilinganligi yoki bo'lmasa turistik makon sifatida qiziqishning natijasida 2024-yilning o'zida 23,5 ming turistlarni yoki fransuz sayyohlarni O'zbekistonga tashrifini kuzatilganligi yoki bizni o'zbekistonliklarning Fransiyada olib borilayotgan ishlari yoki sport sohasidagi erishgan yutuqlarimiz ham bevosita Fransiya bilan bog'lab o'tadigan tomoni bor. Chunki Parij olimpiadasini o'zida bizni olimpiadachilarimiz, sportchilarimizni 13 ta medal olganligini, o'zi o'sha maydonlardan shunaqa yutuqlar bilan kelganligi, 206 mamlakat ichida 13-o'rinni egallaganligi yoki paralimpiyachilarimiz o'sha 13-o'rinda olib katta bir yutuqlarga erishib, Fransiya to'g'risida bir yaxshi fikrlarda qolganini o'zini ham qayta gapirib o'tsak bo'ladi.